Bu safar bittada o'xshab chiqadigan xolodis tayyorlaymiz. Qaynab turgan suvga molni bo'lingan tuyog'ini solib 10 daqiqa baland olovda qaynatib olamiz. Qaynab bo'lgach, tuyoqlarni idishga suzib olib, suvini yangilab, avval go'shtni 30 daqiqaga qaynatib olamiz. Sababi ko'piklari chiqib suzib olishimiz kerak. Keyin tuyoqlarni qozonga solib, ketidan 1 dona sabzi, 1 dona piyoz, butun murch, tabga ko'ra tuz hamda 2 dona lavr bargini kuydirib solib, past olovda 5-6 soatga qaynatishga qo'yamiz. Qaynab tayyor bo'lgach, tuyoqlarni idishga suzib olib, bezak uchun sabzilarni to'g'rab olamiz. Ketidan go'shtlarni to'g'rab, paylarni suvakdan ajratib, yaxshilab to'g'rab olamiz maydalab. Suvini idishga suzg'ichda suzib olamiz. Xolodislarda bezagi uchun men sabzini gulcha shaklida qilib to'g'rab, idishlarga terib oldim. Qo'shimcha qilib bedana tuxumi, ko'kat hamda jo'xoridan foydalandim. Xohishga qarab boshqa sabzavot yoki anor donachalaridan foydalansangiz ham bo'ladi. Bezaklarini idishlarga joylab bo'lgach, ketidan go'shtlarimizni idishlarga taqsimlab chiqamiz. Go'shtni ustidan to'g'ralgan paylarni ham joylab chiqamiz. Hamma mahsulotlarimizni idishlarga joylab bo'lgach, tindirib olgan suvimizni hamma idishlarga taqsimlab quyib chiqamiz. Quyib bo'lgach, xolodislarni qopqog'ini yaxshilab berkitib, sovuq joyga xolodislarni qatirish uchun qo'yib qo'yamiz. 2-3 soatda xolodislar ham qatib tayyor bo'ladi. Qarabsizki, ishtaha ochar, vitaminlarga boy, toza tabiiy kollagenli xolodisimiz tayyor. Video hamda retsept yoqqan bo'lsa, bittagina laykni ayamaysiz degan umiddaman.